bo'ldi, masala yetadi. Hammaga salom do'stlar. Meni otim Kompot, eng yaxshi ketizlar. Bilasizlar, men bugun qirqqa bormoqchiman. Ko'rganda deyman, bugun Lavali qishlog'iga bormoqchiman. Dada, men yaxshi ko'raman qanaqa qishloqlarga borishni. Suv qishlog'iga borganman, yosh bolalarning qishlog'iga borganman. Men shuni yaxshi ko'raman. Demak, bugun biz Lavali qishlog'iga bormoqchimiz sizlar bilan. Ko'ramiz nimalar bor ekan. Suv bo'lsa kerak, lekin o'tdi. Mana kerak narsalar oldim, marojniy, muz oldim, suv oldim, muzdekkina, yana ozgincha narsa oldim. Keyin sizlarga ko'rsataman. Bo'lmasa, men ketdim o'sha yoqqa tezroq borib ko'rgim kelyapti, qanaqa ekan. Nimalar bor ekan, obzor qilamiz sizlar bilan. Bo'lmasam ketdi. Ana xo'roz tuxum bergan ekan. Mana do'stlar, bizga keldi. Mana shu Lavali qishloq. Mana qaranglar, уже suv. Уже где-то shotda hozir 30 gradusni shunaqa bo'lyapti. Hali yoni ham kelgani yo'q почти. Mana buni qaranglar kattaligini. Ko'ramiz demak, уже suv bo'lishni boshlayapti. Nima bu? Lava ekan. Buyoqqa tegib ketish kerak emas. Suvligini bo'tdi. Mana bu yerda qishloqlar bor ekan. Salom qishloqlar. Salom, sen kimsan? Men Kompotman. Ozgincha suv ichib do'stlar. Nima, sen turistmisan? Men turistman, to'g'ri. Kompot deysanmi? Kompot meni otim. Bizani shunaqa ko'rishga keldingmi? Lekin bizani vaqtimiz yo'q, ko'rishga ham yo'qdi. Yo'q, o'zim ko'rib chiqaman agar ruxsat bersanglar. Xo'p, seni qo'yaveramiz mana shu yoqqa. Faqat o'zingga qarab chiqsan-da. Xo'p, o'zim qarab chiqaman, mayli. Bizga endi sog' olib kelmaganmisan, bu yoqqa kelgan oldin. Olib keluvdim, mana marojniy muzqaymoqchilarga olib keluvdim. Nima bu, Kompot, erib ketdi-yu bu. Voy do'stlar, ko'zim oldida erib ketdi. Nimasi bu? Bo'tda juda ham issiq-da. Mana suv sanga. Mayli suv, kerak emas edi, mayli, hech nima qilmaydi. Mana devorda edi, mashqlar bor, shularni qilib olsak yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik. Qarang, qanaqa mashqlar ekan. Hozir qarab chiqamiz. Tak, mana bazalt nima? Parkur o'tish bor ekan. Bazalt qani? Mana bazalt. Mana topdim. O'sha bazalt bo'ladi. Parkur o'tish, hayvonot bog'i, keyin batareya qanaqadir. Batareyaga qatta. Orqangda batareya, o'zing chuvolasan keyin, qilsang xursand bo'lardik. O'sha mashqlarni qilib bersang bizga ozginchasi bo'lsa ham. Albatta qilib beraman. Hozir ozgincha aylanib ko'rib chiqamiz. Mana nima bu endi, lava hamma yoq. Tak, mana batareya, tushundim. Mashinani to'ldirib chiqish kerak, demak lava bilan adashmasam. Bo'lmasam, men hududi ham даже lava naminchi bu. Mana qaranglar, suv bo'lmaydimi, suv. Вообще issiq ekan, lekin bor где-то 40 gradusni tushunmayman. Mana qaranglar, bunaqa piksellar bor ekan, lavali, chiroyli ekan, lekin mana batareyalar bor ekan. Endi zadaniyalar, shularni bajaraman hozir, mashqlarni. Qishloqlarga bu yoqqa bekordan bekor kelmadim. Aylanib chiqaman, keyin qilaman. Umuman men kimdir uxlayotgan demak. Issiq ekan, namuncha kelyapti issiq bu. Вообще issiq ekan, lekin do'stlar kelyapti. Mana qaranglar, даже fonardan kichkina olovlar o'tiryapti, ko'ryapsizlarmi? Hamma yoqda shunaqa lava, mana bazalt, mashinani to'ldirib chiqish kerak. Adashmasam demak, lava bilan tak, bo'lmasam bo'tdi. Mana qaranglar. Lavali nima bu chiroyli ekan, lekin lavali qishloqda shunaqa narsalar bo'ladi-yu. Mana bu yerda ham narsalar bor ekan. Bu uyda bo'tda ham mana qaranglar, mech zo'r ekan, lekin devorlar ham lavadan qilingan hammasi. Yo-mayo, nam zo'r bu narsalar. Kelib ko'ringlar do'stlar. Kelib ko'ramiz. Mamnun olamiz. Ne yoqda qolman. Tak, mashinani kiyib olamiz, keyin mana shapka kiyib olamiz. Namuncha issiq, yana qichyapti nimagadir. Yomon qichyapti, lekin yechib qo'yamiz bo'lmasam. Вообще suv ham, nima bo'ldi? Allergiyami bu yoki suvdan shunaqa yechib qo'yamiz tez.
Voy do'stlar, qizarib ketganimni qaranglar. Nima